O'zbekistondagi kichik bir qishloqning chekkasida quyosh botgandan keyin hech kim ochishga jur'at eta olmaydigan qadimiy qabriston bor edi. Chunki qishloq aholisi qabr toshlari orasida bezovta arvoh yashayotganini pichirlashardi. Kozlari qorong'ulikda qizarib, pichirlashlari sovuq shamolda suzib yuradigan va zaif kulgisi ba'zan yerning ozidan suzib ketadigan ruh. Quyosh ufqdan pastga tushib, osmon toq-toq sariq chiziqlar bilan qorayib ketgan bo'lsa-da, yolg'iz sayohatchi o'zini o'sha qabriston tomon ketayotganini ko'rdi. U tushuntira olmaydigan galati bir majburlash bilan tortildi. Yuragi yorilgan. Moh bilan qoplangan darvozalarga yaqinlashganda urib ketdi. U yerda havo har qadamda og'irlashib va sovuqlashib borardi. U ostonadan o'tganda shamol uning ismini pichirlab aytganday bo'ldi. Quloqlariga muzdek barmoqlar kabi tegib, uzoq vaqtdan beri jim bo'lib qolgan ovozlarning zaif, noaniq mishmishlarini, notekis yer bo'ylab g'ayritabiiy ravishda cho'zilgan soyalarni, qadimgi qabr toshlari atrofida raqsga tushayotganini, ularning ba'zilari singan, yozuvlari ochganini, ammo sonayotgan quyoshning miltillovchi nurida u ostida shakllarning harakatlanayotganini ko'rganiga qasam ichdi. Yoriq tuproq, go'yo yerning o'zi tirikdek bo'lishib, qimirlayotgan soyalar va qo'rquv uni kemirsa ham, u orqaga qaytolmadi. Qiziqish va deyarli ahmoqona jasorat bilan qabristonning yuragiga chuqurroq qadam tashlashga majbur bo'ldi. U yerda havo tinchlanib, deyarli bo'g'ilib qoldi va eng qadimgi qabrlardan xira, qo'rqinchli nur ko'tarilib, yorilgan toshni va dam olayotgan o'liklarning ichi bosh shakllarini yoritib turardi. Keyin u uni ko'rdi. Yerning tepasida suzib yurgan o'zgaruvchan, qorong'u bir qiyofa, uning shakli noaniq, ammo shubhasiz mavjud. Ko'zlari xira yorug'likda komir kabi porlab turardi va u yaqinlashganda, u minglab qishning sovugini terisiga bosganini, suyaklariga singib ketganday tuyulgan chuqur sovuqni his qildi va u qoqilib ketdi, lekin oldinga davom etdi. Har bir qadam avvalgisidan og'irroq. Go'yo yer uning otishiga qarshilik ko'rsatgandek va u eshitgan har bir tovush bilan oyoq ostidagi quruq barglarning xirillashi, singan qabr toshlari orasidan shamolning zaif nolasi, ko'rinmas narsaning uzoqdan, deyarli sezilmaydigan qichqiriqlari bilan uning tomir urishi tezlashdi, nafasi sayozlashdi va u o'zini yana harakatga majbur qilishdan oldin ibtidoiy qo'rquv uni bir zumda o'sha joyga jamladi. Ko'rish, tushunish, noma'lum narsaga duch kelish zarurati bilan harakatga keltirildi va keyin arvoh o'zini to'liq namoyon qildi. Eng qadimgi, eng qulab tushgan qabr yonidagi tuproqdan boshsiz bir qiyofa asta-sekin ko'tarilib, qo'llarini unga yetib bormoqchi bo'lgandek cho'zib, jimgina harakatlanayotgan, ammo soyalarni o'zlarini egib turgandek his qilgan holda. U qotib qoldi, qimirlay olmay, minglab ko'zlarning og'irligini his qildi. Boshi atrofida shivir-shivirlar aylanib, burishib, qochishni aytayotgan, ketishni ogohlantirayotgan, ammo qolishga undayotgan edi va u ko'rinmasning tortilishini, uni ochiq qabrga, qadimgi hayvonning og'zi kabi esnaydigan sovuq, qorong'u yerga sudrab borish bilan tahdid qilgan magnit tortishish kuchini his qildi. Lekin to'satdan jasorat bilan, yoki bu ahmoqlikmi? U yaqinlashdi, ko'zlari porlab turgan, o'zgaruvchan qiyofadan uzilib qoldi va arvoh bir tovush chiqardi. Shunchalik o'tkir va g'ayritabiiy qichqiriqki, qonini sovuq qilib yubordi. Go'yo tunni ikkiga bo'lib, ko'kragidan aksado berib, suyaklarni larzaga keltirgandek tuyuldi. Lekin u hali ham yugurmadi, sehrlanib, haqiqiy dahshatli tushga tushib qoldi va ruh endi uni orab, qabr toshlari orasida to'qnab, shakli cho'zilib va qisqarib, soyalar muzdek qo'llar kabi unga tegib turardi va u qabrlardagi yuzlarning xira konturlarini, rangpar va burishganlarini, jimgina qichqiriqlarda og'izlari ochiq, ko'zlari uning har bir harakatini kuzatib turardi. Ba'zilari yer ostida uzoq vaqt ko'milgan sirlarni pichirlayotganga o'xshardi va u bu shunchaki arvohlar emas, balki tan olinishni, ozodlikni, adolatni talab qilib qichqirayotgan, haqoratlangan, yo'qolgan va tuzoqqa tushgan hayotlarning aksadosi ekanligini angladi va ko'kragi qisilib, yuragi urib, qabristonga chuqurroq kirib borgan har bir qadami uni ularning dunyosiga yanada bo'g'layotganini, hayot va olim o'rtasidagi chegara har bir yurak urishi bilan siyraklashib borayotganini angladi, toki u endi ularni kuzatayotganini bilmay qolguncha. Yoki ular uni kuzatib turishardi, u bilan birga, uning atrofida, ichida harakatlanardi. Keyin boshsiz qiyofa uning oldida suzib yurar edi va bir zumga vaqtning o'zi to'xtab qolganday tuyuldi. Shamol tinchlandi. Shovqinlar to'xtadi va qolgan narsa faqat qizil va cheksiz arvohning porlab turgan nigohi edi. U qalbining tubiga tikilib turardi va u yer yorilib, qorong'i bo'lgan eng qadimgi qabrga uni undaydigan bir tortishish, jim buyruqni his qildi va dahshat uni shu yerga bo'glab qo'ygan bo'lsa
ham u oldinga qadam tashladi. Har bir qadam og'ir va ikkilanib, arvoh yaqinlashdi, aylanib, ba'zan yo'qolib, ba'zan qayta paydo bo'ldi. Uning harakatlari suyuq va imkonsiz, ammo ataylab edi va u endi aniq va talabchan pichirlashlarni eshita olardi. Qol yoki ket yoki qol. Qabristonning har bir burchagidan, har bir toshdan, har bir soyadan aksado berayotgan ovozlar bir-biriga mos tushardi, bir-biriga aralashib, aksado berardi va u qochishni xohlasa ham tun sehriga tushib qololmasdi va markazga yetib borgan sari havo quyuqlashganday, soyalar chuqurlashganday, pichirlashlar orasidagi sukunat balandroq eshitilardi va keyin ruh sakrab tushdi, yoki hech bo'lmaganda shunday tuyuldi. Arvoh shakli uchun imkonsiz tezlikda va u orqaga qoqilib, yorilgan qabrga qoqilib, sovuq yerga yiqildi. Kiyimlariga tuproq va barglar yopishgan edi, lekin u yuragi tez urib, qabriston chetiga yugurdi. Boshsiz qiyofa goh yerda, goh yuqorida suzib yurar, imkonsiz inoyat bilan harakatlanar, ko'zlari uni hech qachon tark etmas, borligi bogib qo'yardi va oliklarning faryodlari kuchayib, uni orab, quloqlariga, ko'kragiga, ongiga bosardi. Go'yo butun qabriston jonlangandek, lekin u sovuqqa, pichirlashlarga, unga tegish uchun chozilgan soyalarga e'tibor bermay, oldinga intildi. Nihoyat, go'yo unga rahm qilgandek, yoki uni bir zumda qo'yib yuborgandek. U qabriston chegarasidan o'tdi. Boshsiz qiyofa chekkada to'xtab, suzib yurar, kuzatib turardi. Keyin qorong'ilikka g'oyib bo'lardi. Uni titroq, tuproq va terga botgan, nafas olish qiyin bo'lgan holda qoldirardi. Atrofdagi tun yana bir bor jim turardi. Faqat qishloqning uzoqdagi tovushlari eshitilardi va u orqasiga qaraganida qabriston jim, oddiy ko'rinardi. Hatto, lekin u yuragida ruhlar quyosh botgandan keyin kirishga jur'at etgan har bir kishini qaytarib olishga tayyor holda qolishlarini, kutishlarini, kuzatib turishlarini bilar edi va u chiroqlar orasidan qochib ketayotgandi. Tinchlik evaziga qandaydir jasorat paydo bo'lishini angladi, chunki bu pichirlashlar uni abadiy ta'qib qiladi. Bu uning oliklar orasida yurgan, boshsiz arvohning ko'zlariga tikilib qolgan va bu voqeani aytib berish uchun tirik qolgan. Garchi o'sha qadimgi qabriston soyasidan hech qachon xalos bo'lmagan bo'lsa ham.